Assalomu alaykum. Bugun biz konstruksiya darslarimizning 3-darsimizning ikkinchi qismiga ham keldik. Xo'sh, fundamentda ishlayotgan edik. Birinchi qismda fundamentning chizmasi, qirqimlari, shunga o'xshash narsalarni chizgandik. Endi ikkinchi qismda asosan jadvalni to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni fundamentga qancha armatura ketyapti, qancha beton ketyapti, podgotовкаga qancha beton ketyapti, bokslarga qanaqa armatura, qancha armatura soni, uzunliklari hammasini ko'rgazamiz. Va mana bu yerda yozib qo'yganman. Biz birga endi bu hisob-kitob natijalari bilan armaturasi chiqadi, nechtaligi, soni, diametri. Endi taxminan kam qavatlik, shuning uchun taxminan olib kelsak ham bo'laveradi. Taxminan mana shu qilamiz. Asosiy armaturalar, ya'ni mana bular bo'ladi. Asosiy armatura, ishchi armatura desak ham bo'ladi. Bu bir bo'ladi. Bir deb ko'rsatamiz, spetsifikadan bir deb ko'rsatamiz. Bu 2. Xo'sh, bir degan nima? Buni 420lik desak, bu bir bu spesifikasi jadvallar bo'ladi. O'sha jadvallarning qatori. Birinchi, masalan, Webs 1 da nima ketayotganligini ko'rsatamiz. Birda masalan asosiy armatura 4 da 20 lik, 4 da belgi qo'yganmiz. Mana bular asosiy armatura. Mana bular xamut. O'sha armaturani, ya'ni kolonnaning armaturasini ushlab turadigan xamut. Bu seysmika vaqtida juda kerak narsa. Xamut bu asosiy armaturalar yuk tushganda yoki seysmikada ajralib ketmasligi, bir-biridan kolonnadan chiqib ketmasligi ushlab turadi. Chiqib ketmasligi uchun mana bu yerda qayerga qo'yish albatta shart. 2 nima? 2 bu xamut. Albatta mana bu joyni, mana bu yerni qayerga qo'yish shart. Xo'sh, 2 ni aytdik, xamut. Xo'sh, bu razmerlar. Kolonnamiz 400 ga 400. Armaturasi mana bu 40, bu himoya qatlami. Armatura markazidan beton qirrasigacha, kolonna qirrasigacha bo'lgan masofa. Bu konstruksiyaga qarab o'zgarishi mumkin. Asosan mana shu tanlanadi. Bu ham hisob-kitob natijalariga ko'ra tanlanadi, lekin taxminan mana shu qo'yib ketsak bo'laveradi. Bu fundamentga o'zgarishi mumkin. Bu kattaroq himoya qatlami bo'lishi mumkin. Monetlarga, ya'ni perikritiyalarga sal kamroq, chunki u qalinligi kichikroq bo'ladi. Bu ham защитный slojni kamroq qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'sh, mana buni 2 deymiz, 1 deymiz, chunki birinchi qism. Bu ham 1. Mana bu yerdan qirqim olyapmiz. Ko'rsangizlar, o'sha nechta armatura ketayotganini ko'rsatish uchun. Mana o'sha qirqim razmerlar va mana bu armatura, ishchi armatura mana bunday bo'ladi. Albatta mana bu yerga qayab qo'yish shart. Mana bu yerda setka bor. Aytib o'tganingizdek, kecha aytib o'tganingizdek setka bor. Mana o'sha setkaning ustiga yotqizib qo'yiladi va 300 qayab qo'yish shart. Va mana bu yergacha chiqadi, ya'ni fundamentimizning balandligi 400 edi. Mana buni tushiramiz. Mana fundament poydevorgacha chiqadi va mana bu yeriga ustidagi armatura, kolonnaning armaturasi kelib ulanish uchun mana bu chiqayotgan boksimiz ozgina qayrilishi kerak ichkariga. U kelib mana bu yerga ulanadi. Mana shunday tarzda ulanadi. Bu mana bu yerdan chiqib ketadi. Bu eng kamda mana shu bukilish joyi 1 D, ya'ni D deganimiz diametr. O'sha armaturamiz diametri 20. Endi 20 mm qayrilsa, mana bu yerda masofa bo'lsa yetadi. Tepadagi armatura kelib ulanishi mana bu yerda simlar bilan bog'lanadi. Xo'sh, 2 kerak emas bizga. Chizmada asosiy e'tibor beradigan narsamizdan biri bu yozuvlarning shrifti. Hammasi bir xil bo'lishi kerak. Shunda chizmamiz chiroyli ko'rinadi. Atmetkalarni to'g'rilab olamiz. 3500. Mana aytib o'tganimdek, fundamentda bu boshqacha защитный слой.
Chunki fundamentda tag qismida baribir burun suvlari yaqin bo'ladi, namlik bo'ladi. Shuning uchun armaturani namdan himoya qilish uchun sal teparoqqa qo'yganmiz. Mana bu yerda ko'proq beton qo'yish uchun armaturaga nam yetib bormaydi. Shu maqsadda ko'proq zarchini soya qoldirganmiz. Xo'sh, bu xamutlar 320 bo'lsa xamutlarni 100 dan qo'yamiz shagini. Mana bu yerni hisoblaymiz. Xo'sh, 320 joy qolgan. 320 ayiramiz 50. Yana ayiramiz 70. Xo'sh, mana bu yerda armaturaning markazidan betonning tepasigacha, fundamentning tepasigacha bo'lgan masofa bizda 320 qolyapti. O'sha 320 ni bu yerda taqsimlab olishimiz kerak. 320 bilan ayiramiz 50. 50 ya'ni mana bu armatura pastidan xamutgacha bo'lgan masofa. Yana ayiramiz mana bu 200. Ikkita 100lik oraliq. Yana ayiramiz 70 ni ayirsak, уже 0 qoldi. Bizni mana bu yerda to'g'ri taqsimlab oldik armatura. Ikkita oraliq bo'lyapti. Ya'ni ikkita oraliq, 3 ta armatura ham bo'lyapti. Bo'ldi. Mana bu razmerlar 160. Xo'sh, menimcha bu qismimiz bo'ldi va mana bu eslatib o'tishim kerak. Mana bu beton ustidan bu ham hisob kitob bilan bajariladi, lekin taxminan mana shunday 800 qo'yamiz. Mana bu yerga 40 qo'yib o'tsak ham bo'ladi. Bo'ldi. Bu qismimiz bo'ldi. Endi bu qism 2 ga o'tamiz. Bu serbestlikning bu qismiga. Mana bu qism bizga to'g'ri keladi. Mana shu bo'lsa, ular narxini bir qilamiz. Bandligini so'raymiz. Boyaga do'kisga o'xshab bir xil olamiz. Mana bu 75 emas. 160 var. Şunu masraflarına bakıp olamiz. Buzlaymış. Şöyle koyarız. Böyle bir daha asosiy armatura. 4'te emas. 2'te yetadi. 2'te armatura var. Seçtikte. 4 asosiy armatura, 2'te 12'lik. Bir asosiy armatura bu 12'lik. Bunu 2'te emas. Bitta deb olamiz. Chunki bitta 4'te uzilmagan. Bu naqliyosini shunday qoldirsak ham bo'laveradi. 2 bu xamutlar son. Xamutlarni ko'rsak, qo'shma bu yerda yana 40 olamiz. Mana 2 deymiz. Yani 2'de bir sayfa koyalım. Bunlar buna 160. 160. 320. Olmadı bu. Bir de pay açısından gitti. Bu 20
Xo'sh, birinchi pozitsiya nima degani? 2 ta emas, 4 ta bo'ladi. 4 ta diametri 20 lik A3 armatura degani. A3 degani biz armaturalar har xil bo'ladi. A1, A2, A3, V1, VR1, VR2 har xil bo'ladi. A1 bu silliq armaturalar. Asosan qamoqga ishlatiladi. A2 bu qovurg'ali armatura, lekin u hozir ko'pincha ishlatilmayapti. A3 ham qovurg'ali, faqat A1 bilan A3 ning farqi o'sha qovurg'asining shaklida. Bittasi qovurg'asi uzilmasdan, A2 uzilmasdan ketaveradi, qovurg'asi A1 esa uziladi, archasimon qovurg'a bo'ladi. Buni hozir rasmda ham ko'rsataman. Xo'sh, 2 diametri 6 lik A1 sim. Shagi 200 dan, degani shag. Shagini 100 dan qo'yamiz. Shagi degani qadamda. 6 lik aytib o'tgandek A1 armatura asosan xamirga ishlatiladi. Bu kishi oson, silliq. Mana shuni qo'yib ketaveradi. Mana bu yerda ham xuddi o'sha narsani bu yerda ham ko'rsatamiz. 1 4 ta diametri 20 lik A3. Mana bu 1 2 3 4 ta 2 diametri 6 lik A1 shagi 100 dan. Xo'sh, buni shagi 200 dan qo'yib ketaversak ham bo'laveradi. Shuning uchun buni 200 deymiz. Va bu 200 ham bo'ladi. Bu mana buni 3 deymiz. Buni ham to'g'ri joylashtirib olamiz. 3 va panelni olamiz. Va nomlarni to'g'rilab oldik, atmetikalarni to'g'rilab oldik. Qismlarni ham. Xo'sh, qisqa aslida bizda mana bu serlishlik edi. Buning bu kolonnachaning serlishlikning qalinligi 200 ekan. Shuni 200 ga to'g'rilab olamiz. 125 250 turibdi bu. 100 deymiz. 50 himoya xatlarini izlashni sonini ozgina kamaytiramiz. 25 qo'ysak yetadi. Shunda 150 joy qoladi. 75 to'g'ri. 100 Mana bu 25 nima? Boya aytganda himoya qatlami betonning chekkasidan armatura markazigacha. Mana bu 75 o'sha armatura markazidan o'qgacha, ya'ni har bitta narsa konstruksiyaning o'qi bo'ladi. O'sha markaz, o'q markazdan o'tadi doim. O'qdan markazgacha. Markazdan armatura markazgacha. Bu 75 ham xuddi shunaqa. Bu yer ham xuddi shunaqa. 1 o'sha ichki armatura, asosiy armaturani ko'rsatyapti. 2 bu xamitni ko'rsatyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa 1 2. Xo'sh, 150 bu bukilish joyi. Bu 3 ham bo'ldi. Endi asosiy ishimiz spetsifikatsiyalarni to'ldirib chiqamiz. Spetsifikatsiya Excel tayyorlangan, tayyor formulalar kiritib qo'yilgan. Siz просто sonlarni, bu выпускga qarab sonlarni kiritib qo'yasiz, u tayyor hisoblab beradi sizga. Xo'sh, выпуск 1 son so'rayapti. 1 2 3 4 5 8 deymiz. Sonni 8 deymiz. Xo'sh, 1 mana 1 o'sha 1. O'zi aytgandek 1 ni so'rayapti. Mana o'sha 1 bizda 20 lik armatura, soni 4 ta, uzunligi mana bu L uzunligi, mana bu diametr, mana bu o'sha diametrning nechilik diametrligi, mana bu armatura sinfi A3 bizda, mana bu GOSTi. Xo'sh, L uzunlik, o'sha uzunlikning qiymati. Bu uzunlikni qayerdan olamiz? 800, mana bu 800 naqliyat uchun 800 qo'shamiz va mana bu 320 ni qo'shamiz. Shu yergacha kelgan. Qo'shamiz 320 va qo'shamiz mana bu
300 bukilgan joyi. O'shamiz 300. 1420 ekan uzunligi. Bittasini uzunligi 1420. Xo'sh, buni kirgizdik. Mana bu tayyor o'zi hisoblab berdi. 1000 masalan 2 metr desak ham, u mana bu yerlar o'zgaradi enter bo'lsa. Mana o'zgardi. Bu songa qarab o'zi o'zgartirib berdi. 1420. Xo'sh, mana bu nima? Tepasida yozilgan massa kilogramm. Bu bittasining og'irligi. Bittasining og'irligi mana bu 1400, har bitta armaturaning og'irligi bo'ladi. 1 metrdagi og'irligi, o'sha 1 metrdagi og'irligini mana bu songa ko'paytirsa, o'sha mana shuncha uzunlikdagi og'irlik chiqadi. Mana shuni bunga ko'paytirgan, og'irligini ko'paytirgan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Diametri, radius bo'lgan, yana bir nima qilgan, oxiri 7850 ga ko'paytirgan. 7850 bu metallning hajmining og'irligi. Xo'sh, mana bu son chiqdi. Mana bu son qayerdan keldi desangiz, mana buni bittasining og'irligini umumiy songa ko'paytirgan armaturaga va mana bu son chiqqan. Xo'sh, shunga qarab qolganlari ham bir xil ketaveradi. Xo'sh, bizda 2 yo'q. 3 bor. Shuni kopiyat qilamiz, bu yerga qo'yib qo'yamiz. Qolganini ortiqchasini o'chirib tashlaymiz. Buni 2 deymiz. Diametri 6 lik bizda. Uzunligi 1600 bo'ladi, to'g'ri. Son 1 2 3 3 ta. Bo'l, bularni hisoblab berdi bizga. 3 qo'yamiz. Va kopiyat qilamiz. Xo'sh, выпуск 2. Выпуск 2 ga o'tamiz. Birning uzunligini sonini avval yozamiz. 1 2 3 4 ekan. 4 ta uzunligini hisoblaymiz. 600 plus 320 plus mana bu tomon yana 320 plus va mana bu balandlik yana 320 plus va mana bu yana 600 plus 600 2160 va xamutning uzunligi. Xamutning uzunligini mana bu yerda olamiz. Bu adashmasam 420 chiqaribdi. Mana bu bukilgan joylari bilan 420. Xo'sh, xamut bu bitta soni, bu esa ikkita. Shagini 200 dan qo'ygandan keyin ikkita. 6 lik va bo'ldi. Выпуск 3. 3 bilan 4 ni o'chirib tashlaymiz, mana bu yerdan kopiyat olamiz. Выпуск 4 ning 3 ning sonini yozamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 15 ta. Xo'sh, uzunliklarni yozamiz. Qo'shib chiqarib 600 qo'shamiz. Mana bu 320 bo'lishi kerak. Qo'shamiz 320, qo'shamiz 150. 1070. Xo'sh, xamutning uzunligini mana bu yerda mana bu 4 tomonni qo'shib nima qilsak ham bo'laveradi, hisoblasak bo'laveradi. Chunki mana aytishingiz mumkin, bu kichkina-ku xamut 4 tomonidan osmay kirib turgan-ku deyishingiz mumkin, lekin mana bu yerda bukilgan joy bor. Taxminan shu chiqadi. 200 dan ko'paytiramiz 4 ga 800 chiqadi xamutning uzunligi. Xamutning soni esa 2 ta ekan. Bu to'g'ri 2 ta bo'ladi. Mana buni 200 deymiz. Xo'sh, endi navbat setkalarga. Mana bu yerda setka 1, setka 2, setkalarning nomi bor ekan, lekin setkaning o'zi yo'q ekan. Xo'sh, o'zini chizib olamiz. Necha xil setka bor? Setka 1, setka 2, mana setka 3. 3 xil setka bor ekan. Xo'sh, setka 1. 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
va betonning chetki qismidan ozgina kirib turadi. Chunki yer ostida baribir namlik bor, suv bor. Betonni armatura chirmasligi, zanglamasligi uchun mana shunaqa ozgina kiritib qo'yiladi. Juda yaqin qolish ham kerak emas, juda ichkariga kirib olish ham kerak emas. Taxminan 5 sm yer ostida bo'lgani uchun 5 sm yetadi zashniy stol. Ya'ni himoya qatlami. 1,20lik fundamentdan 5 sm 5 sm ayirsak, 1,10lik, endi 1,10lik setka qoladi. Setkalarni pagonometrda hisoblanadi. Pagonometr degani endi masalan bizda 1,10lik bo'lsa 5 ta 200 dan qo'shamiz, 100 dan qilsak 1,10 bo'ladi. 1,10 metrga qolgan uzunligi necha metr bo'lsa o'sha pagonometr bo'ladi. Masalan bizda bir pagonometrimiz 1,10 ga 1. Eni 1,10, uzunligi 1. Bu 1 davom etib ketaveradi. Shunchaki bizga bir pagonometrni hisoblab olish uchun 1 deb olganmiz. Xo'sh, 1,10, 50 qo'shsak, yo'q, 1,10 emas. 1 metr bo'ladi. Yaxlit bo'ldi. 5 ta 200 dan 200 degani mana bular. Mana bu oraliq 200, yana mana bu yerda 2-3 ta 200lar bor. O'sha 200larni hammasini qo'shsak 5 ta bo'ladi. Armaturalar soni esa 6 ta bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'ladi. Mana bu yerda ham bilib olsak bo'ladi. 4 ta 200 dan teng 800 deyapti. Bu nima degani? 4 ta 200 degani 1, 2, 3, 4. 4 ta 200 dan. Bu 4 degani o'sha oraliqlar soni. 200 o'sha oraliqlar sonidagi masofa. Va o'shalarning qiymati. O'sha narsa bizga bir pagonometr bo'ldi общий. Mana bu 100. Masalan mana bu setkani shunday olib mana bu yerga qo'shsak, bu davom etib ketaveradi. Bu to'xtamaydi. Pagonometr davom etib ketaveradi. Shuning uchun 100 qoldiradigan. Agar setkalarimiz orasiga masalan 300 bo'lganda mana bu yer 150 bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Shuning uchun bizga hozir setkalarimiz orasiga masofa 200, shuning uchun mana bu yerda yarmi 100 qoldirganmiz. Xo'sh, setka 1imiz bo'ldi. Setka 2. Mana bu setka 1ni 1 qo'yamiz, 100. Setka 2mizning eni. Xo'sh, 1 metr ekan. 1 metr bo'lsa 900 qoladi. 900 bo'lsa 50 dan ayırsak 800. 4 ta 200 dan 800. Setka 2'miz ham bo'ldi. Setka 3 500 ekan. Setka 4 bizga kerak emas. 500 bo'lsa 400 qoldiramiz. Bundan ham 50 ayırsak 2 ta 150 qoladi. 2 ta 150 bo'lsa 300 bo'ladi. Xo'sh, mana setkalarimiz ham bo'ldi. Endi buni spesifikatsiyaga kirgizamiz. Xo'sh. Setka 1. Mana 1 deyapti. Birimiz GOST'di. Armaturasi 12lik bo'laveradi. Hammasi 12. Böyle. Xo'sh, birinchi pozitsiya deyapti. Ko'ramiz. Birinchi pozitsiya mana bu va mana o'rtadagilar va mana bu o'shalarning aytyapti. O'shalar nechi metrdan va sonini so'rayapti. Bular bizda 5 ta 200 dan bo'lsa 6 ta armatura bo'ladi. 6 ta uzunligi mana 800, 900, 1000. 1 metr yani. 1000 to'g'ri yozilgan. Xo'sh, 1ni bo'ldik 2. Xo'sh, mana bu yerdan sanaymiz. Sanasak ham bo'ladi. Mana bu yerga bitta qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta. Mana 2. Mana 2 deb qo'yamiz. Soni 5 ta to'g'ri. Uzunligi 2ning uzunligini mana bu armaturalarning uzunligini mana bu yerdan qo'yamiz. Mana umumiy 1100 ekan.
bo'ldi. Setka 1 bo'ldi, setka 2. Endi setka 1 ning umumiy uzunligi. Xo'sh, setka 1 1 qirqimda bor ekan faqat. Mana bularni 1, 2, 3, 4. Mana bu yerdan 6 metrdan 1, 2, 3, 4. 4 ga ko'paytirsak 24 metr bo'ladi. Xo'sh, setka 2 miz necha metr? 2 qirqimda bor faqat. 16 2 chiqdi. Xo'sh, 16 2ni ko'paytiramiz 2 ga. 32 33 yozib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh. O'lchamlarni kirgizib qo'yamiz. Setka 2 1 5 ekan. Uzunligi 1 metr. 2 ham 5 ta. Uzunligi 2 uzunligi 9 ekan. Xo'sh, 3 mana bundan 15 qo'shamiz. 3 to'rtta qo'shamiz 408. Va mana bu yerda xuddi o'sha narsa bor. Qo'shamiz 408. Va mana buni 150 bo'lsa bu yerda ham bor. 2.1 24.7 27.4 28 yozsak bo'ladi. Xo'sh, buni kirgizamiz. 1 3 ekan. 3 ta 1 metr, 2 5 ta 400. Böylece setkalar tugadi. Oralarni joyiga keltirib qo'yamiz. Betonni ham o'rab qo'yamiz. Xo'sh, bular fundament yapti. Fundament uchun beton, bular podgotovka. Buni aytganmiz. Mana bu fundament, mana bu tagidagi podgotovka. Xo'sh, fundamentni hisoblashni oson yo'llari bor. Buni ko'rsataman. To'rtburchak chizib olamiz. Bularga ham chizib olamiz. Bularga nasıl chizib olamiz? Ve shtrixovka beramiz. Va bizga bu shtrixovka metr kvadratini beradi. Necha metr kvadratga shtrixovka berganimizni? Ya'ni 51.6 kvadrat. 51.6 ni ko'paytiramiz, ya'ni fundamentning balandligiga. Fundamentning balandligi bizga 40 santimetr. Buni metrga o'tkazib olsak 0.4 bo'ladi.
Ya'ni fundamentimizga 20, asosiy binoyimizga 20,64 metr kub beton ketyapti. Endi e, e, podbon stenaniki betonni hisoblaymiz. 12,7. 12,7 ko'paytiramiz. 12,4. Qo'shamiz 20,64. 25,7 beton ketyapti kub. Va podgotовка uchun. Bilamiz, podgotовка fundamentdan santimetr chiqib turadi. Va biz o'sha narsani qildik. Va boshqatdan chiqib boshqaveramiz. 60,64. Ko'paytiramiz 0,1, ya'ni 10 santimetrni raqamini 6,64. 92. 92 ko'paytiramiz. 0,1 qo'shamiz. 7,85 umumiy podgotовка uchun ketyapti beton. Bu podgotовка uchun 7,5 betonni ishlatsak ham bo'laveradi. 85 va bo'ldi. Hamma narsani bo'ldik, lekin mana bu yerda fundament uchun o'sha qancha armatura ketayotganini hisoblashimiz kerak. Mana bu yerda bizga bitta выпуск uchun yoki 8 выпуск uchun qancha armatura ketayotganini, fundamentga qancha armatura выпуск uchun qancha ketayotganini hammasi mana bu yerda chiqadi. Formulada tayyor qilingan. Faqat ozgina sonlarni o'zgartirib chiqamiz, bo'ldi. Xo'sh, bu nima? Birinchisini bosamiz. J5 ni ko'paytiryapti 8 ga. J5 mana bu J ustundagi 5-qatordagini sonni 8 ga ko'paytiribdi. 8 bu выпускlar soni. O'sha binomizda nechta выпуск o'shalar soni. Bu to'g'ri turibdi. Mana buni tagidan tortib bunday qilsak, tagidagilar ham bir xil bo'ladi. Xo'sh, bu nima? Bu ham xuddi shunaqa. J5 ning o'zi mana bu bitta armaturaning mana buni qarasak 14 kilogramm chiqadi. Bu 4 ta 20 lik armatura, ya'ni 1,42 dan 1,120 millimetrlik 4 ta armaturaning og'irligi mana yozilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu seldeshniki, shuning uchun bitta turibdi. Bizda seldeshniki 4 ta, 8 ta emas. Bu ham xuddi shunaqa. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. 15 ta. Yigirma sakkiz ko'paytiramiz, so'ng chiqadi. Va bo'ldi. Xo'sh, mana bularni o'chirib tashlaymiz. Bu eskilar qolgan. Teng qo'yamizda mana bularni bosib ketaversak o'zi hisoblaydi. 6 lik A1 ni hisoblaydi. Mana 6 lik A1. Buni bosamiz, plus qo'yamiz. Va mana bu yerda ham bosamiz, plus qo'yamiz. Bosamiz va tugadi. Mana o'zi hisoblab berdi. 14 kilogramm, 14,5 kilogramm armatura ketyapti. 8 lik bizda yo'q. Shuning uchun qo'shmaymiz, olib tashlaymiz. Mana bu yerda itogo nech kilogramm armatura ketayotganini hisoblab berdi bizga. Va A3 armatura. 10 lik
bizda yo'q. 12lik bor. Bularni hammasini o'chirib tashlaymiz-da. Teng qo'yamizda, hisoblab ketaveramiz. 12lik mana bu yerda bo'lgan. Plyus qo'yamiz. Bu yerda ham plyus. Pasetkalar hammasi 12lik. Plyus qo'yib ketaveramiz. Va tugadi. Enterni bossak, o'zi hisoblab tashlaydi. 18lik armatura yo'q. Delete qilamiz. 20lik bor. Delete qilamizda, tengdan teng qo'yib boshlab ketamiz. Bu yerda va bitta she'ri. Tamam. 22lik yo'q. Va mana bu bossak o'zi hisoblab berdi, necha kilogramm ketayotganini auchdan. Va mana buni bossak, buni bunga qo'shyapti. Umumiy fundamentga qancha armatura ketayotganini mana bu yerda hisoblab berdi. Mana bu yerda yozib qo'yamiz. Sego deb hammasi deb yozib qo'yamiz. Buni kopirovat qilamizda. Ctrl V qilsak o'zi tushadi. Ozgina kichkina tushadi. Buni kattalashtiramiz. Va buni ham kopirovat qilamiz. Va e'tibor berishimiz kerak. Mana bu sig'mayapti. Shuning uchun teparoqqa qo'yamiz chizmani. Va mana bu burchak shtamp bilan balandligini bir xil qo'yamiz. Tabiiyki bu yerga sig'madi, shuning uchun pastga olib qo'yamiz. Ozgina balandlik qilib. Mana buni esa bu yerga qo'yamiz. Buni ham bir qo'yamiz. Mana bu burchak shtampiga qo'yamiz. Rangini qora qo'yamiz. Va mana bizda fundament bo'ldi. Fundament mavzusi tugadi. Xo'sh, bugungi darsimiz ham tugadi desak ham bo'laveradi. Keyingi darsda fundament bo'ldi. Keyingi darsda qatlaman chizmasini ko'ramiz. Qatlaman ya'ni fundament joylashgan chuqurligi, yerni qadirishi, qiyinliklari, o'lchami, tuproqning qanday zichlanishi, shunaqa masalalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, xayr, salomat bo'ling. Darsimiz tugadi.